Assalomu alaykum, qandoqlar, yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun sizlarga yenilam bu biye bo'linda o'shaning bilan ko'rdinglar bu kiyimning buya faqat chiqmadi, mana yoqlari. Men bu qizimningki kiyim edi, chiqmadi. Undan keyin bu qizimning kiyimiga yana mevaning dog'lari nima qilib ketibdi, chiqmadi. Buni eng oson usulda chiqarmoqchi. Oldi bilan men mush eg'izida bir eg'izni to'kma. Bu kirib bo'lgan yerlarga. Ko'rdinglar, mana shunda to'kdim. Endi men buning ustiga qaynoq suv to'kma. Qaynayotgan qaynoq suv bo'lishi kerak. Buni qaynoq suvni cho'kashga qo'yamiz. 10 minut saqlatdim. Saqlagandan keyin qo'limizni yusaq bo'ldi, kiralg'i olsak bo'ldi. Men kiralg'i otdim. 10 minut saqlaylik. Suvni cho'qim cho'kashga qo'yishinglar kerak. Cho'kish kerak. Bu kiyimning rangini o'ngdirmaydi, hech qanday qilmaydi. Ham shunchalik pokiz kiyimlarni yeng'algan pet qiladi, shunchalik poqroq chiroyli qiladi. Men 3 yildan beri ishlatyapman. Haqiqatan bek yaxshi, mamnun. Hech qanday bir ziyonsiz chamashir suvi bu ishlatganimni olmadim. Buning puruqim bir nima emas. Bek yaxshi. Cho'qim qo'linglar ko'magida holatga qilsanglar bo'ladi. Mana hozir ko'rdinglar, mana boyamqiniki holi qanday, hozirgining holi qanday ko'rdinglar qachon. Buni sizlar qo'linglarni yuvsanglar bo'ladi. Suv qo'linglar ko'magida holatda bo'z qo'linglarni yuvib chiqarib bo'ladi. Bo'lmasa boshqa oq kiyimlar bilan kiralg'ga olsanglar bo'ladi. Men buni kiralg'imga otdim. Kiralg'imga oq kiyimlar bilan billa qilma. Mana kiyimlarimning, qizimning kiyimidagi mevaga qarab boqay. Mana yo'q. Chiqib ketibdi. Mana men chiqaramagandim. Nimalarni qilib yaxshi chiqibdi. Shalatda qo'l ko'midagi holatda bo'lsa bo'ldi. Bir onlayni chiqib bo'lgandan keyin kiralg'imga otdim. Yana bir narsa deb qo'yim keldi. Bu sopunni faqat kiyim bilan ishlatmasanglar bo'ldi. Qo'shqonlar bilan chatolni paqirtish uchun ishlatsanlar bo'ldi. Og'izda bir eg'iz qo'yib qaynoq suv to'kib yetsanglar bo'ldi ustiga. Andan keyin buni yana nimaga ishlatalasizlar? Rangli kiyimlarga ishlatalasizlar. Andan keyin qozonlar kuyib ketgan bo'lsa, kuyib ketgan qozonni chiqara olasizlar. Tepsiga qaynoq suv yoki qayintiblam to'kib yetsanglar, sürtish ketmaydi, sim yo'g'ish tekkidish ketmaydi, shunchalik qulay. Puroqsiz. Andan keyin choyning dig'ini chiqara olasizlar. Çaydanlıqlarni ichidagi nima deymiz, kirash deygu, kirash uyg'urcha nima deydi, buni bilmadim. Shu kirashlarni tozalashga ishlatildi. Bek yaxshi, haqiqatan uni bor. Men buni kiralg'imga beray. Mana bu qo'lim kiyimidagi holatda bo'ldi. Bu ham qoldi, hozir qoldini ko'rdinglar qachon. Mana buni perdelerlarda ishlatsanlar haqiqatan bek yaxshi unumini ko'rishlar perdeda. Oq holatda chiqadi. Buni mana suyini saqim bo'ldi. Bu holatda bu ham qoldi, hozir qoldi. Kiralg'imga oq kiyimga berdim. Oq kiyimni. Endi men kiralg'imga aytib sopol qo'ygandim nimaga. Sopunimdan biroz normal o'zimizniki qaysi markani ishlatsanlar shuni ishlatsanlar bo'ldi. Qo'ydim. Andan keyin yumishtaja qismiga yumishtajani qo'ydim. Mana. Mana 60 gradus deydi. Buni bunday qilib qilsak yutganmaydi. Zaten 3 soat yumayman.
Şunun için ekonomik deymayman. Ma pamukul degende ekilib, bunu men gradusni Bugün aladık. 90'da uymayman, 60 qudurlayman. Handan keyin yerden 2 saat o 7 minut. Sizlar 1 saat yusalan buldu. Mening 2 saat 17 minutga buldu. Bana mağuz ettim. Şimdi bir ayılıp toxsun andan keyin göreyli. Bizim maşinamiz toxtu diye öçürüp bitip men kiyimni alay körüp bakay. Sizlarga sadece şu ikisini sizlarga ko'rsatganimni video çekkenimni ko'rsatib qo'yay. Gördüңләргә. Appak çıktı. Bu kızımның yaqısidagi dağlarımı çıkıp ketibdi mana. Haqiqatan bek yaxshi bu sopun tavsiya qilaman. Rangli kiyimlarga bo'ladi. Haqiqatan bek yaxshi. Bunun başqa nimalarni yaqinda tanıştırman inşallah. Bu qatim yeni bir narsani deb qo'ygim keldi sizlarga. Bu shunchalik oq chiqdi. Haqiqatan mamnunman bu sopun uchun ishlatdim. Yana bir gap. Sizlarning kirolg'inglar 7 kilo bo'lsa, sizlar bu yerdan men anladım. Yine anladım. Ortaklashqim keldi. 7 kilo bo'lsa, bu kiyimning 7 kilo, quruq holatdagi 7 kilo emas, balki ho'l holatdagi 7 kilo ekan. Biz kiyimni kirolg'a qanchalik jiq silvasak, kiyimni pakoz yuyanmaydi, ko'taramay, so'rayamagandan biz voy quruq bu 7 kilo ekanmaydi deymiz. Amaliyotda kiyimning ho'l holatda anandagi 7 kilo bo'lsa, bo'ldi ekan. Bu biz quruq holatni hisoblasak bo'lmaydi ekan. Shunaqa sizlarga o'rtoqlashqim keldi. Ko'rdinglar mana shunchalik oq chiqdi. Ilgarigi holi, hozirgi holi ko'rdinglar-ku. Sinab baqsanglar bo'ldi inshaalloh. Yana bu markaning boshqa narsalari menda bor, inshaalloh az-az tanishtiraman. Yana birisi sizlar bu sopunni buning bilan silib kirolg'u salsanglarmi, lekin boshqa oq kiyimlarni birga solasizlar-ku zaten oq kiyimlarga ta'sir bo'ldi. Uni shunchalik pakiz chiqaradi. İnşallah kanalıma takip abone olup koyarsınlar. İnşallah yeni mazmunlarni sizlar bilan o'rtoqlashaman.